Xo'p, assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, 2025-yildagi birinchi dars. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldinglar degan umiddaman. Anaqa ovoz eshitilyaptimi? Ekran ovoz. Assalomu alaykum. Ha, zo'r. Ekran ham, Alaykum assalom. ovozlar zo'r. Qanaqa uzilib qolmayapti? Zapis Yaxshi. yoqdim. Bandikamdan ham zapis yoqaman va darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bo'ldi, darsimizni boshladik. Bizda bugungi dars xo'p, biz birinchi, ikkinchi, uchinchi darsni o'tib bo'lganmiz. Trend harakati, bozor strukturasini ham o'tib bo'lganmiz, trend harakatini. Va 5-dars trend line, ichki tashqi struktura va fraktal va global strukturalarni o'rganib chiqamiz. Ya'ni bu qanaqa trend line bilan qanaqa ishlashimiz mumkin. Bu klassika deganda hamma trend line o'zini tushunadi, lekin klassika trend line o'zidan iborat emas. Lekin bizga bu kerak. Trend line bilan ishlash klassikada ishlaganimiz uchun, ya'ni mani uslubim klassika bo'lgani uchun trend line bilan ishlashdi va trend line bilan ishlashda bitta aktual strategiyani o'tib ketamiz. Va trend line qanaqa ishlashimiz kerak qoidasi bo'yicha xo'p, shuni ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, bizda trend line, ya'ni ikkita maksimumni birlashtirsak, bizda trend line paydo bo'ladi. Ya'ni trend line bu trend liniya, o'sha sizlar anaqada urfda ishlatadigan trend liniyalar. U nimadan iborat? Xo'p, bizda trend paydo bo'lishi kerak, trend ko'rishimiz kerak. Ya'ni bozor strukturasini aniqlashda, ya'ni bu qanaqa time frame bo'lishidan qat'iy nazar, har bitta time frame o'zida o'zini strukturasi bo'ladi va har bitta time frame uchun global va fraktal liniyalarni biz aniqlab olishimiz kerak. Bunda nimadan foydalanamiz? Bizda quyidagi chizma bizga xuddi shu trend line ifodalab beradi. Bizda o'suvchi trend, ya'ni ikkita minimumni birlashtirsak, bizda 3-minimum bizga entry hududini beradi. Eslab qolinglar. Ikkita minimum, ya'ni minimumlarda hosil bo'ladigan trend line bu. Minimumlarda hosil bo'ladigan trend line, buy trend va bizda bunda proboyniy va отбойный ishlashimiz mumkin. Ya'ni entry qilishimiz uchun proboyniy va отбойный ishlashimiz mumkin. Mohiyat nimada? Trend line chizishda mohiyat nimada? Xo'p, mohiyat bir xil nuqtada qaytuvchi, ya'ni bitta tochkada, ya'ni ikkita minimumni birlashtirsak, 3-minimum bizga entry point beradi dedik-ku, to'g'rimi? Вот liniyada biz uchun mana shu liniya support hududini belgilab beradi. Ya'ni supportni qo'llab-quvvatlash. Вот sizlar faqat esnada bor qo'llab-quvvatlash deb o'ylashinglar mumkin, lekin bu klassik termin hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlovchi hudud va bizda nimani, ya'ni 2 va undan ortiq minimum, 2 va undan ortiq bir xil nuqtadan qaytuvchi liniya, ya'ni qaytuvchi narx bizga trend line ni ifodalaydi. Xo'p, biz aytdik, ikkita liniyani birlashtiramiz va 3-liniyadan вот отбойный harakat kutamiz. Ya'ni отбойный degani o'sha liniyaga tegib qaytishi. O'sha liniya bilan tegib qaytishi. Chunki bizda mana bu anaqa mishkacha ko'rinyapti sizlarga. Mana mishka ko'rinyaptimi? Ham narsa ko'rinyapti mana sizlarga, mana mishka. Ha, ko'rinyapti. Xo'p, bizga bu support hududini, ya'ni qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni уровень поддержкani bildiradi deb aytdik-ku, to'g'ri? Xo'p, bunda bizda taklif hududi paydo, anaqa talab hududi paydo bo'ladi-da. O'sha ikkita liniyani, ikkita minimumni birlashtirsak, bizda 3-minimumga kelib berishi va o'sha joydan narx ketishini biz taxmin qilamiz. O'sha liniyani biz ya'ni talab hududi deb olamiz va o'sha liniyadan qaytib ketishi va oxirgi maksimumni yengilab berishi biz uchun отбойный harakat ishlab berganini tasdiqlaydi. Отбойный harakat ishlab berganini tasdiqlaydi. Ya'ni va ikkita
maksimum urilgan, ya'ni minimum urilmagan, minimum buzilmagan, bu yerda ham minimum buzilmagan, oxirgi minimumlar 2 marta ketma-ket buzilmagan va o'sha liniyani birlashtirsak, o'sha 3-kasaniyadan, ya'ni 3-teginishdan biza oxirgi maksimum urib berishini taxmin qilamiz va o'sha yerdan savdoga kiramiz. Bu trend line bilan savdoni asli qoidasi. Tushundinglar? Bu отбойный ishlash. Bu liniyani shuni chizib, o'shani proboyni kutib o'tirish degani emas. Отбойный ishlashda qoidasini aytdim, 2 yoki 3. Xo'p, 2 yoki 3 bir xil teginish nuqtasini birlashtirilganda bizada entry hududini beradi. 4-teginish ham biz uchun katta ehtimol bilan 4-teginish, ya'ni отбойный ishlashimiz uchun bizani entry hududimiz hisoblanadi. Любой time frame da ishlaydi buni ishlab berish prinsipi. Любой time frame da, xohlagan time frame da ishlab beradi, lekin o'ziga yarasha. Ya'ni biza M5 yoki M15 time frame dan, ya'ni oddiy goldda misol qilib aytaman, M5 yoki o'sha M5 yoki M15 time frame dan biza 150-200 pips yoki 100 pips anaqa qilmaymiz. Vot qoidasini aytdim, oxirgi maksimumni yengilab berishi. Ya'ni bayga ishlayotgan bo'lsak, ya'ni bay trendda minimumlarni birlashtirib anaqa qilayotgan bo'lsak, nima bo'lyapti? Bizda mikrofon ishlamayaptimi? Ochaman. Xo'p. 2 va undan ortiq minimumlarni birlashtirganimizdagi biza отбойный ishlash. Xo'p, endi qaranglar, любой qonuniyat, любой strategiya ikkita asosga bog'liq, ikkita asos. Ya'ni ishlayotganinglarda ikkita asos bilan ishlaysizlar. Любой strategiyada, любой SMC, ICT, klassika, SNR, SND yoki boshqa любой narsa ishlatyapsizlar, например, Fibonacci yoki любой narsa ishlatyapsizlar, ikkita asos. Пробойный или отбойный, ya'ni tegib qaytishiga, ya'ni qo'llab-quvvatlashiga, ya'ni mana sizlarga tushuntirayotgan bo'lsam, qaranglar. Bu yerda nima uchun ishlaymiz? Ikkita minimumni birlashtirdik, uchinchisi yo'q deb tasavvur qilsanglar, ikkinchini ikkita minimumni birlashtirdik, uchinchisi yo'q deb hisoblasanglar, вот отбойный ishlayotgan bo'lsa, ya'ni tegib qaytishiga ishlayotgan bo'lsak, bizda asos qo'llab-quvvatlashiga ishlaymiz va qo'llab-quvvatlash qachonki tugasa, o'sha liniya qachon qo'llab-quvvatlashdan charchasa, ya'ni buzib qo'ysa, endi keyin отбойный, пробойный ishlaymiz, ya'ni buzgandan keyin o'shani teskarisiga. Xo'p, любой, men misol uchun SMC ICT bo'yicha o'quvchimiz bo'lgani uchun o'shalarga ham kichkina tushuntirish. Order blokdan ishlaysizlarmi, FBG dan entry qilasizlarmi yoki nimadan entry qilayotgan bo'lsanglar, birinchi отбойный ishlab ko'rasizlar, to'g'rimi? Birinchi o'sha zonaga kelishi ili ketishiga, agar o'sha zonani buzib qo'ysa, qaytib kelsa retest bilan kiramiz deydi-yu, to'g'rimi? Test uchun o'sha zonaga yana qaytib kelsa, o'shanga teskari сделка ochasizlar. Например, trend line bilan ishlayotganinglarda xuddi shunaqa, mana bu qo'llab-quvvatlovchi zonani bildiryapti. Ya'ni ikkita minimum bildirsa, o'sha 3-teginish nuqtalari bizga qo'llab-quvvatlash, ya'ni talab zonasini bildiryapti. Talab, ya'ni o'sha zonaga kelsa talab ortadi va bozorda talab ortsa, bozorga ob'yom kiradi va ob'yom kirsa, narx o'zidan o'zi tabiiy holatda tepaga yurish boshlaydi, to'g'rimi? Endi qoidasi nima? Bizning tek profitlarimizda qayerda? Qoida oxirgi maksimumni urib berishi biz uchun. Ya'ni bu o'zini oqlash uchun, trend line o'zini oqlash uchun oxirgi maksimumni urib berish kerak. Oxirgi maksimum urib bergandan keyin yana 4-kasaniyadan ham отбойный ishlashingiz mumkin stop bilan. Agar stop buzilsa, stop oldi degani bu liniyani proboy qilib pastga buzib qo'ydi degani. Pastga buzsa, retestdan xuddi o'sha hududlar yoki mana bu xuddi o'sha qo'llab-quvvatlovchi liniyasi qarshi liniyaga aylanadi va o'sha yerdan sellga entry qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni trend bo'ylab savdo-da bu. Aqlli savdo, отбойный ishlash o'zi aqlli savdo, trend line bo'yicha. Ya'ni trend sana do'sting degan oltin qoida bor. Anaqada tradingda trend bu sana do'sting degan qoida bor. Bu yerda endi trendga qarshi chiqmaslik uchun, например, trend line'ga teganda savdoga kirib o'shani buzishga taxmin qilish bu ahmoqlik. Hali buzmasdan turib.
вот o'shanga kelganda отбойный birinchi ishlash bu aqlli harakat. Faqatgina вот yana bitta kichkina qoidasi bor. Buni ham konspektinglarga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Qachonki trend line zaiflashadi, qancha ko'p trend line'ga tegsa, ya'ni buzishga ko'proq harakat qilyaptimi o'sha trend line'ni, ya'ni 4-chi kasaniya ham birmuncha high risk hisoblanadi. 4-chi kasaniyadan kirish. Eng aqlli kirish 3-chi kasaniya hisoblanadi o'zi. Eng aqlli kirish ikkita trend line'ni birlashtirdinglar, 3-chi teginishdan kirish aqlli ishlab berish prinsipi ham juda ham yuqori bo'ladi va aqlli kirish bo'ladi. Va bu bo'yicha strategiya bor. Buni dars oxirida o'tamiz. Oldin nimaligini, ya'ni trend line bilan qanaqa ishlash to'liq qonun qoidasini o'rganib olishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, вот kelishdiga qoida trend line'ga ko'p tegsa, qancha ko'p tegsa, o'shani buzib ketish ehtimoli shunchalik yuqorilashadi. Ya'ni 4-chi teginishdan keyin 5-chi, 6-chi teginishlarda trend line bo'yicha o'z qoida va urf bo'yicha ham отбойный ishlash juda ham katta risk hisoblanadi. Ya'ni 4-chi teginishdan keyin отбойный ishlash juda ham xato va unda trend line'ga kelib, trend line'ni buzishini kutish kerak. Buzgandan keyin trend line bo'yicha retestidan savdoga kirsanglar bo'ladi. Sellga, ya'ni bu yerda buy ishladik. 5-chi teginishda buzib ketsa, agar keyin sell ishlashimiz ham mumkin. Trend line'ni menimcha tushundinglar, qanaqa ishlash prinsipi, qoidalarini, to'g'rimi? Nimaligini va nima uchun trend line'ga teganda savdoga kirishimiz kerak. Menimcha u narsalarni tushunib yetdinglar. Xo'p, bu yerda xuddi shuni teskarisi, maksimumlarda hosil bo'ladigan trend line va maksimumlarda hosil bo'ladigan trend line'da qanaqa ishlash xuddi shu. Ya'ni bu yerda buy trendda ishlayotgan bo'lsak, trend bo'ylab savdoga kirdik, отбойный savdo, отбойный va bu yerda пробойный, ya'ni пробойный savdo qilish nimaligini, ya'ni pastda tushuntirib o'tamiz. Anaqa ko'rib o'tasizlar, пробойный ishlash qanaqa bo'lishini. Bu yerda, например, trend line bilan biz hozir birinchi отбойный ishlashini ko'rib chiqdik. Bu yerda xuddi shunaqa sell maksimumlarda hosil bo'ladigan trend line bo'yicha 3-chi va 4-chi teginishda savdoga kirib anaqa qilishimiz mumkin. Qoidasi o'sha oxirgi minimum buzilishi bizga trend line bo'yicha savdoni o'zini oqlab beradi. Oxirgi minimumni buzishi, chunki trend sellda va qoidasi bo'yicha ham, trend harakatining qoidasi bo'yicha ham sell trend har doim o'zini minimumlarini yengilab harakat qilishi kerak. Hamma narsa qoidasi bo'yicha asos bor. Xo'p, endi bizada bu yerda nimaga holat? Siz devotda bu yerda kitobda ham quyidagi ko'rsatib o'tilgan savdolarni trend line strategiyasi bilan deyarli qadamma-qadam, ya'ni halokatli aniqlik bilan olib borishingiz mumkin. Qadamma-qadam, ya'ni birinchi, ikkinchi teginish bor, 3-chi teginishda buy, 4-chi teginishda buy, 5-chi teginishlar va 5-chi va 6-chi teginishlarda ko'rishinglar mumkin. 5-chi teginishni o'zi ham ложныйlar bilan harakat qilgan. Har doim grafik har bir xil emas, lekin buni ko'rib chalg'ish kerak emas. 6-chi, 7-chi teginishda ham, ya'ni bu buy harakat bo'lyapti deb. Sababi bu yerda trend line'ga teggan kuchli minimumni buzmaganligi uchun buyga harakat qilib ko'rilyapti. Ya'ni bu yerda chizmada ham, ya'ni buy ko'rsatgan. Bu minimum bilan bu minimumni birlashtirganda keyingi 3-chi minimumdan buy harakat ko'rilgan. Tushunarli? Вот endi пробойный ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak, uni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa misollar bilan keltirilgan. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni bu yerda darajani ko'rsatgan. Bu darajada qanaqa savdo qilish mumkin. Endi tipa ssenariyga ham o'xshab ketadi. Ya'ni o'zi klassikada o'zi asosi ssenariy ham faqat talab va taklifga ko'proq unaqa berilgan, gorizontal line'ga ko'proq e'tibor berilgan ssenariyda. O'shaning uchun bular narsalarga chalg'ish kerak emas, lekin asos bitta klassika. Tushundinglar? Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni ichki tashqi fraktal strukturalardan foydalangan va biz endi trend line'ni tushunib olganimizdan keyin quyidagi chizmada biz endi fraktal,
ya'ni ichki va tashqi struktura, trend line ichki va tashqi strukturasini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, trend harakati ya'ni davom etyapti. Например, ko'rishinglar mumkin. Например-da, xohlagancha yurishi mumkin bozor, to'g'rimi? Xohlagancha harakat bor. Maksimumlarni yengilab, minimumlarni yengilab, например, shunaqa chiqadi, to'g'rimi? Bo'ldi. Xo'p, endi qaranglar. Men nimani ko'rishim kerak? Minimumlarni, ya'ni bir-biriga bir xil nuqtada qaytgan minimumlarni ko'rib, o'shadan trend line chizib olishim kerak. Xo'p, например, mana bu bunaqa bo'lsa, endi qaranglar. Bu yerda ikki xil struktura bor-da. Вот aytganman sizlarga globalniy va fraktalniy. Ya'ni globalniy strukturada umumiy harakat, ya'ni katta time frame'dagi umumiy harakatni biz globalniy struktura deymiz. Ya'ni aytaylik, mana bu line H4 da chizildi. Aytaylik H4 da chizildi. Bu aytaylik H4 da chizildi-da. Xo'p, trend line H4 da chizilganda umumiy olib qaraganda eng kuchli minimumlarni birlashtirganimizda bizda trend line hosil bo'ldi-yu, to'g'rimi? Trend line hosil bo'ldi. Umumiy kuchli minimumlarni, kuchli qaytgan narxi kuchli qaytargan minimumlarni birlashtirsak, trend line paydo bo'ldi, lekin o'zini ichida grafikka qarasanglar minimumlar hosil qilgan bo'ladi. O'ziga yarasha minimumlar, maksimumlar, to'g'rimi? Endi bizda ikki xil, o'sha yerda ikkita ya'ni qoida bor. Biz uchun H4 da chizilgan trend line globalniy liniya hisoblanadi. Globalniy liniya, chunki H4 uchun bu katta time frame, ya'ni katta time frame bo'lgani uchun yoki D1 yoki haftalik, to'g'rimi, chizib oldinglar. O'zidan kichkina time frame uchun globalniy hisoblanadi. Ya'ni H4 da chizdim, H1 ga o'tsam minimum maksimumlar yana ham aniqroq ko'rinadi va o'sha minimum maksimumlar men uchun fraktalniy struktura hisoblanib qoladi. Ya'ni ichki strukturada va tashqi struktura. Tashqi strukturada, ya'ni umumiy globalniy struktura bay, ichki strukturada o'ziga yarasha qanchadir muddat sell, atkat, ya'ni atkati, H4 atkati H1 yoki M30 uchun globalniy hisoblanib qoladi. Ichki struktura hisoblanib qoladi. Anaqa H1 bilan M30 ichki struktura bo'lib qoladi. Tashqi strukturada global bay, lekin qanchadir muddat atkat bo'lgancha mana bu atkatlar o'ziga yarasha globalga kelmaguncha trend sellda bo'lib turadi. Ya'ni вот fraktalniy struktura sellda bo'lib turadi, ichki struktura sell, lekin tashqi struktura umumiy olib qaraganda bay. Va bir-biridan ajratish uchun o'sha aytdim, katta time frame'dagi harakat, ya'ni minimum maksimumlarni birlashtirib, minimumlarda trend line hosil bo'lyaptimi yoki maksimumlar yengillanib, minimumlar, kuchli minimumlar yengillamasdan harakat qilyaptimi? Biz uchun bu narsa ajratib olishimiz kerak. Ichki va tashqi strukturalarga bo'lib tashlashimiz kerak umumiy strukturani. Umumiy struktura bay beryaptimi? Вот mayda time frame'lardagi minimumlarni yengillashi bu umumiy struktura o'zgarishiga tasdiq bo'lmaydi. Вот ko'pchiliklar adashishinglar mumkin. M30 da yoki M15 yoki M30 ko'rib olasizlar, trend sellda deb ko'pchilik adashadi. Yo'q, lekin bitta impuls bilan ko'rsanglar, misol uchun buy trendda har doim impuls bayga bo'ladi-da. Bayga olib ketib qoladi, surib ketib qoladi impuls, to'g'rimi? Buy trendda. Ko'pchilik adashadi-da. Вот mayda time frame'larda anaqani nima deydi? Ya'ni qoidani bilib oladi, minimum yengillanishi bu trend o'zgarishiga olib keladi deb o'ylaydi. Va вот trend bayda bo'lganda, misol uchun H1 da yo H4 da ko'ryapti trend bayda, lekin M30 da yo M15 dagi bitta ложный minimumlarni buzilishini olib, o'shani tasdig'i bo'ldi, trend sellga o'zgardi deb fikr, xayol sellga o'zgarib qoladi. Sell kiraveradi, lekin impuls har doim buy trendda bo'lganda impuls kuchli bo'ladi, to'g'rimi? Atkatdan. Ya'ni, например, mana bu harakat uchun mana bu impuls, to'g'rimi? Mana bu atkat, mana bu impuls, mana bu atkat, to'g'rimi? Atkat har doim kichkina, kam, buy uchun kam bo'ladi. Ya'ni buy trend uchun
atkat har doim kam bo'ladi. Impuls har doim bayga bo'ladi. Ya'ni yuqoriga impuls kuchli bo'ladi. O'shani bir-biridan ya'ni miyaga qonun qoida qilib o'shani singdirib olish kerak. Ya'ni bay trend uchun impuls har doim bayga, ko'proq yurishi bayga bo'ladi. Sell uchun impuls har doim sellga, ko'proq yurishi sellga bo'ladi. Tushundinglar? Ko'proq yurishi sellga bo'ladi. Sell trend uchun. Vot qanchadir muddat grafik faqat tepaga yurmaydi, to'g'rimi? Qanchadir muddat narx orqaga qaytishi bu atkat hisoblanadi bay trend uchun. Tushundinglar? Impuls atkat ketaveradi. Например, impuls, to'g'rimi? Qanchadir muddat atkat, impuls. Trend umumiy olib qaraganda bu yerda buy bo'ladi, to'g'rimi? Umumiy olib qaraganda trend buy, lekin qanchadir muddat sellga ham yuryapti, to'g'rimi? Qanchadir muddat sellga ham yuryapti. O'shaning uchun trend linelarda ishlayotganda ham shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor beringlar. Bu tashqi struktura bilan ichki strukturani bir-biridan hech qachon adashtirib qo'ymanglar. Ya'ni bitta misol uchun, например, H4 da ham bu holat bo'lishi mumkin. H4 da ham qanchadir muddat yurib minimumlarni yengilab harakat qilsa, bo'ldi, trend sellga o'zgardi deb xayolni chalg'itish kerak emas. Tushundinglar? Xo'p, menimcha tushundinglar. Endi buni tushunib oldik, to'g'rimi? Trend line'da foydalanishda ichki va tashqi strukturani bir-biridan ajratib olishni tushundinglar. Endi xo'p, bu yerda qanaqa ishlaymiz? Например, bu yerdan trend line tortganimizda fraktalniy, ya'ni например, mana bu joyini o'zida kichkina time frame'da ya'ni atkat ko'rishimiz mumkin, qanchadir muddat. Например, mana bu joyda xo'p chiqayotganda, mana bu joyda chiqayotganda minimumlarda qanaqadir trend line, mana bunaqa trend line hosil qilib, trend line'ni buzgandan keyin biza globalga tegishi uchun, ya'ni take profit globalga tegishi bo'ladi-da. Tushundinglarmi? Xo'p, menimcha hozir qaranglar, qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizlarga. Например, mana bunaqa. Xo'p, например, ketdi, mana bu yerdan buy trend ketyapti. Buy trend chiqyapti-da. Vot minimumlarda trend line hosil qilyapti-da. Vot bu yerda globalniy liniya bor. Bu yerda globalniy liniya o'tgan va endi bu yoq qanaqadir kasallanadi, lekin globalniy liniya bor. Bu yerda fraktalda, ya'ni ichki strukturada minimumni, oxirgi minimumni yengilab turib pastga qarab tushishi, impuls berishi. Ko'pchiliginglar mana bu oxirgi minimumlarni, ya'ni oxirgi trend boshlanishidigini tugatishini kutasizlar, lekin to'g'rimi? Mana например, bu yerdan kutasizlar-ku. Xo'p, endi qaranglar. Buni take profit'i, buni ishlab berishi globalga tegishi hisoblanadi. Ya'ni global liniyaga tegishi, ya'ni botgacha ham kelishi emas, yoki 0.5 gacha ham tushmasligi mumkin. Ya'ni global liniya, mana buni 0.5 o'zi umumiy olib qaraganda garant kelib berishi trend line'ni общий impuls trend liniya boshlanganini 0.5 da, mana Fibonacci tortsalar ham 0.5 gacha kelib bersa, buy trend uchun bu o'shani garanti, ya'ni trend line proboyniy liniyani ishlab berish hisoblanadi-da. Lekin globalniy liniyaga tegishi buni take profit hisoblanadi. Umumiy. Chunki global narxi kuchli qaytaradi-da, tepaga kuchli qaytarib yuboradi. Vot o'shanga e'tibor beringlar. Ko'pincha global o'sha struktura hosil qiladi, chiroyli struktura hosil qiladi-da, fraktalda. Global unga yaqin bo'ladi. Vot bitta qaytib ishlab beradi, ya'ni retestga kelmasdan bitta qaytib ishlab beradi-da. Qaytib kelganda sizlar ko'pchiliginglar o'sha yerdan retest beryapti deb kirasizlar, lekin maksimumni yengilab davom etib ketib qoladi. Bu nima degani, nima uchun bunaqa bo'ldi degani, fraktalniy struktura degi minimumdagi trend line globalga juda ham yaqin holatda shakllangan. Tushundinglarmi? Mana bu bilan mana bu masofasi juda ham yaqin shakllangan. Вот, например, trend line birdan buzgandan impuls bilan globalga tegib, bayga qarab o'zgarib ketib qolishi mumkin. O'shanda sizlar ko'pchiliginglar retestga kelyapti deb fraktalli liniyasidan sellga kirasizlar, lekin stop ishlaysizlar. O'shanga ko'pincha e'tibor beringlar. Qoidasi bo'yicha sizlarga tushuntirib beraman. Qoidasi shunaqa. Tushundinglar? Bu narsaga chalib qolish kerak emas. Agar bir-biriga yaqin bo'lsa, fraktal bilan global, bir-biriga juda ham yaqin bo'lsa, aqlli qaror globalga tegib qaytishidan bay ishlagan yaxshi. Tushundinglar? O'shanda bitta o'q bilan ikkita quyonni urasizlar. Например,
agar globalni ham buzib ketish xavfi bo'lsa, avval birinchi fraktalga retest berib qaytmasdan iloji yo'qda. Ikkita asos borda biz uchun. Xo'p, anaqani fraktalni buzganda ham, ya'ni ichki strukturadagi anaqani buzganda ham globalga tep qaytishi, ya'ni globaldan bay kirishinglar ikkita asos, ya'ni fraktalni retest uchun bitta asos, eng muhim asos globalga tep qaytishi atboyni ishlash uchun. Tushundinglar? Bu endi ikir-chikiri, ya'ni eng muhim narsa bu narsa. Ko'pchilik shunday xato qiladi. O'sha ishlayotganlar juda ham ko'pchilik shunday xato qilgani uchun bu narsani sizlarga tushuntirib ketyapman. Ya'ni darsimizni fraktal, global bir-biridan ajratib olish uchun. Xo'p, tushundinglar? Buni ya'ni bay uchun ham, sel uchun ham bir xil narsa ishlaydi. Ikkalasi ham global bilan fraktalni bir-biridan ajratib olasizlar. Xo'p, fraktal buzilgandan keyin agar global bilan fraktallar orasidagi masofa uzoq bo'lsa va fraktalni buzganda globaldan reaksiya olmagan bo'lsa, sel ishlasanglar bo'ladi globalgacha. Tushundinglar? Globalni buzsa yana o'ziga yarasha ishlab beradi. Endi trendline bilan ishlayotganda, ya'ni trikasaniya strategiyasi bor, ya'ni 3 talik tegish, 3-chi tegish degan anaqa bor, strategiya bor. Bu narsani hozir sizlarga o'rgataman. Xo'p, любой time frame ikkitalik kuchli qaytargan zonani topasizlar. Ikkitalik kuchli qaytargan zonani topasizlar, ya'ni buy trendda bo'ladimi, sell trendda bo'ladimi, ikkitalik kuchli qaytargan liniyani topasizlar va 4-chi teginishi, например, bu yerdan tortdim. 4-chi teginishiga buy harakat kutishinglar mumkin, bemalol. Ya'ni buy izdelka ochsanglar bo'ladi 4-chi teginishi. 3-chi teginishiga. Tushundinglar? Bizning strategiyamizning asosiy maqsadi 3-chi teginishni ushlab olish. Ya'ni ikkitalik kuchli qaytargan zonani topdik. Mana ya'ni 1 2, ya'ni nima bo'lishi kerak? Xataba undan o'zidan oldin bitta maksimumni yengilab berish kerak. Xataba bitta maksimum, ikkita maksimumni yengilasa, ya'ni bu nima bo'ladi? Ikkita maksimumni yengilasa 4-chi kasanaga to'g'ri keladi. Xo'p, qaranglar. Hamma narsa to'g'ri, bayga ishlayapmiz. Trend bu yoqdan sell keladimi, ya'ni buy keladimi farqi yo'q. Vot bizda oxirgi maksimum yengilaganni bilishimiz kerak, aniqlashimiz kerak. Bu yerda oxirgi maksimum yengilangan va o'shadan, ya'ni ikkita teginish bo'lishi kerak xataba, ya'ni bir xil joydan ikkita teginish. Bu yerda 1-2 teginish bor. 3-chi teginishdan biz savdoga kiramiz. Stopimiz minimumda, oxirgi teginishi minimumda. Tek profitimiz oxirgi maksimumda. Tushundinglarmi? Oxirgi maksimumning yengilanishi bizga strategiya ishlab berganini aniq qiladi. Ya'ni 3ta teginish, любой time frame, любой para 3ta trikasaniya strategiyani ishlatib ketaverasizlar. Vot buyga ham, sellga ham. Xuddi buyga bu xuddi shunaqa, sellga xuddi shuni teskarisi. Ya'ni vot, например, qanaqa buy trenddan chiqdimi, например, buy trenddan chiqdimi? O'sha oxirgi minimumni yengilanishi va oxirgi minimumni yengilagandan keyin trend line tortdim. Qanaqa shakllanishidan qat'iy nazar trend line tortaman va 3-chi teginish hududi men uchun sellga ishlash anaqasini beradi, imkoniyatini beradi. Ya'ni 3-chi teginish va o'sha joydan ishlayman sellga. Xo'p, vot 3 kasaniya, vot 3-chi kasaniyadan ideal. Tushundinglar? Endi realniy grafikka o'tamiz. O'tgan anaqa o'rgangan общий hamma narsani realniy grafikda test qilib ko'ramiz. Xo'p, qaranglar, vot, например, trend, ya'ni buyda, to'g'rimi? Например, ikkita teginishli hududni oldim va o'shani dalshi davom etaman, ya'ni narx kuchli qaytargan liniyada H1 uchun ekan bu. H1 uchun ekan, qaranglar. Vot bitta teginish bor, ikkita teginish bor va 3-chi teginishda men buyga kirishim kerak edi, vot ketdi. Tushundinglarmi? Endi vot narx kuchli qaytargan ikkita maksimum bor. Narx kuchli qaytargan ikkita maksimum bor va uni birlashtirsam, men uchun
qachondir hozir o'zida ya'ni qachondir mana shu maksimumga kelsa, mana shu trend line'ga kelsa, 3-teginishdan man savdoga kirishim mumkin. Va katta time frame bo'lgani uchun bu yerda ya'ni o'ziga yarasha yurib berish kerak. Ya'ni, например, anaqam stopim oxirgi maksimumda va qaysi tomondan narx chiqadi, ya'ni bu yerdan chiqsa, bu yerdan shu atroflarga chiqsa, oxirgi minimumda take profitim joylashgan bo'ladi. Bu yerga ketaverasizlar. Любой time frame'da, ya'ni, например, M15 ga o'tkazsanglar ham o'sha bir xil narsa. Например, mana qaranglar, kuchli narx qaytargan ikkita maksimumni birlashtiraman va 3-chi minimumdan, ya'ni 3-chi teginishdan savdoga kirib ketaveraman. Вот ko'rdinglar, отбойный. Вот mana shu yerda o'zida bizada вот mana shu yerda o'zida bizada вот mana buni H1 uchun global deb olsam, boyagi chizgan liniyamni H1 uchun global deb olsam, mana bu nima bo'lyapti menga? Fraktalniy liniyani beryapti. Mana bu fraktal harakat. Mana bu fraktal harakat va bu yerda nimani kuzatishingiz mumkin? Bu nimani ko'ryapsizlar? Например, bu yerda ham fraktal bor, boyagi o'tgan anaqalar bo'yicha. Bu yerda ham bitta fraktal bor. Endi qaranglar. Global uchun masofa uzoq va fraktal uchun mana bu kuchli fraktal, ya'ni globalga tegish uchun kuchli fraktal va buni buzgandan keyin o'zidan oldingi yana bitta fraktal struktura, buni buzgandan keyin bitta retestdan oqishi va keyingi fraktalni buzgandan keyin va o'sha liniya, qaranglar, ko'rdinglar? Поддержка, ya'ni bu yerda boshlanyapti. 2-chi, 3-chi поддержка, 4-chi поддержка va undan uzoqlashib ketdi liniyadan. O'sha liniyaga yana qaytib kelib bergandan keyin buni impuls bilan buzib, ya'ni 5-chi teginishga to'g'ri kelyapti. 5-chi teginishda buni buzib, xuddi o'sha liniyani tepaga buza olmasdan ketdi yana selga. Chiroyli. Endi globalga tegishini kutamiz. Например, globalni to'g'rilab chizib qo'ying. Ya'ni H1 kuchli qaytargan global edi. Вот globalga tegishini kutamiz va agar globalga kelishi bilan o'sha yerdan bayga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Tushundinglar? Global вот endi ishlashimiz qanaqa bo'ladi? Xo'p, qoidasi o'zi oxirgi minimum. Globallar bilan, ya'ni globalda ishlayotganda bir muncha bizada stop loss qo'yish problema bo'ladi. Ya'ni bu liniyaga teganda va tegib, ya'ni shpilka tashlab qaytib ketishi ham mumkin, xuddi mana bunga o'xshab. Bu yerda endi minimum yaqin bo'lgani uchun, oxirgi minimum yaqin bo'lgani uchun, o'sha yerda oxirgi minimumga, ya'ni globalga tegib, oxirgi minimumga stop loss qo'yib va oxirgi maksimumga take profit qo'yib harakat qilsa bo'ladi-da. Bu yerda ishlagan. Endi bu yerda global uchun oxirgi minimum, minimum juda ham uzoq, to'g'rimi? Endi juda ham uzoq bo'lgani uchun globaldan uzoq bo'lgan minimumlarga stop loss qo'yib ko'ramiz. Ya'ni birinchi harakatimizda agar mana bu hududda hozir o'zida agar pastga qarab tushib ketadigan bo'lsa, mana bu hududgacha o'ziga yaqin bo'lgan eng oxirgi minimumni qo'yamiz. Ya'ni mana bu minimumni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bunga tegib qaytishi. Вот agar impuls juda ham kuchli bo'lsa, buni buzib ketadigan bo'lsa, biz stop loss olamiz. O'shanda tasdig'i bilan bo'ladi. Mana bu minimumni buzgandan keyin keyingi retestdan, ya'ni bu yerda o'sha liniyaga tegib retestdan biz sellga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni birinchi отбойный ishlaymiz, undan keyin пробойный ishlashimiz mumkin. Tushundinglar? Mashqda o'zida hamma bugungi harakatda o'zida hamma anaqaga o'tgan darslar bo'yicha hamma narsaga anaqa bor ekan. Misol bor ekan. Ko'rdinglar? Hammasi oddiy, hammasi chotki, hammasi qoidasi bo'yicha fraktal, global, to'g'rimi? Fraktal, ya'ni tushundik, biz H1 uchun global liniya tortdik. Keyin M15 ga o'tganimizda fraktalniy struktura ham hosil bo'lgan ekan. Ya'ni global uchun fraktalniy struktura ham hosil bo'lgan ekan. Hammasi chotki, hammasi yaxshi, plan bo'yicha, hammasi zo'r qoida bo'yicha ketgan. Tushundinglar? Savolinglar bormi dars bo'yicha? Savol bormi dars bo'yicha? Davron aka, sizlar o'tib qo'ygansizlar menimcha.
Ha, assalomu alaykum, o'tganmiz. Va alaykum assalom. Endi bu yerda savol ko'p vaqtimni shum bor-ku. Shum? Aldamchi, ha, aldamchi harakatlar bo'ladi-yu, masalan, o'sha Lojniy, lojniy harakatlar. lojniy harakatlar o'shanda aldanib qolishga moyillik ko'proq bo'lib qoladi. Shunga ko'proq kutish kerakmi? Shunaqa Yo, o'zi vaziyatli holatlarni ham bir qidirib ko'rib, o'sha holatlarni ham bir ko'rsak bo'ladi. xo'p. Lojniy harakatlarga to'g'rimi? Lojniy harakatlar. Xo'p, например, bu yerdan ikkita maksimumni birlashtirsak, uchinchi maksimumda bu yerda ham ishlab bergan ekan, trend line. Xo'p, mana bu bir qancha lojniy harakat ko'rsak bo'lar ekan, mana bu holatni o'zini, ya'ni qaytib kirib olgan o'sha liniyani ichiga yana qaytib, mana bu yerda например, qaranglar, 3 ta kasaniyali liniya, hammasi yaxshi, hammasi joyida, to'g'rimi? Xo'p, mana qaranglar. 3 ta kasaniyali liniya boshlangan, 3-kasaniya prям ideal ishlab bergan va qaytib kelyapti-da, qaytib kelib maksimumni urgandan keyin o'sha yerdan mana bu teginishi o'zidan bay kiryapsizlar, yurib, например, bu yerda ham yurib, keyin yurib ketyapti tepaga. Вот lekin qaranglar, ko'pchiliginglar mana bu anaqani ichiga qaytib kirib olganda, mana bu trend line ichiga qaytib kirib yopildi-yu, to'g'rimi? Ko'pchiliginglar bo'ldi, mana shu yerdan oqib ketadi deb o'ylashinglar mumkin-da, chunki bu yerda qaranglar, mana bu ham ochilishidan keyin ham yurganda, qanchadir muddat anaqaga, selga yurganda. Lekin qoidasi bo'yicha sizlar mana bu minimumni buzilishini kutishinglar kerak-da. Agar mana bu minimumni ham buzsa bo'ldi, lojniy harakat pastga qarab ketadi. Tushundinglar? Lekin men bilaman, shtobi trend line bilan ishlayotgan yangi trendlar o'shandan ko'p xato qiladi. Mana bu вот прям mana bu liniyaga tegib tepaga ketish kerak bo'ldi deb o'ylashadi, lekin trend line bilan yurib ketishi ham mumkin-da. Trend line ichiga ham kirmasligi mumkin, yurib pastga qarab ketaverishi mumkin. Например, bu xuddi shunaqa harakatlar bilan mana bu minimumni ham buzib qo'yishi mumkin-da. O'shanda qoidasi, lekin umumiy qoida bu yerda o'sha minimumga stop loss, ya'ni kuchli qaytargan minimumga yaqinroq bo'lsa stop loss qo'yish kerak va kutish kerak. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa kichkina lojniy harakat bo'lgan, yana qattiq lojniy harakat bo'lgan shunaqa. Mana bu yerda ham hammasi qonun qoida bo'yicha prям moshni ideal ishlaganda. Bu yerda lojniy harakat men qoidasi bo'yicha ishlanganda lojniy harakat вообще почти ko'rmayapman. H1 ga o'tkazsam, bu line juda ham chiroyli ko'rinadi. Вот, например, qaranglar, minimum boshlandi yoki botga qo'ysam, mamtga qo'ysam, mana mamtga qo'ysam, botdan ketgan, ya'ni botdan harakat va o'sha harakatdan bayga yurgandan keyin botda yana bitta mana minimum bilan mana minimumni birlashtirsam, trend line yana bitta hosil bo'lyapti. Вот fraktal uchun. Qaranglar, fraktal uchun deganim bu qanaqa, ya'ni H4 da bu, H1 ga o'tkazsam, вот mana bunaqa harakat hosil bo'ladi-da. Mana bu yerda ikkita teginish, например, chiroyli ikkita teginish, chiroyli ikkita, ya'ni maksimumlarni yengilagandagi chiroyli holat va buni ya'ni вот qaranglar, yana bittasi ishlab beradigan trend line da yana bitta qoidasi qolib ketibdi. Вот o'shani buni ham bilishinglar kerak. Xo'p. Trend qaytarish kerak, ya'ni yuryapti, proboyni ishlashinglar uchun, ya'ni yuryapti, to'g'rimi? Trend line top deylar. Trend line ni top deylar. Retest ishlash uchun-da. Trend line top deylar. Agar вот prям zo'r ishlab berishi, buni o'sha liniya 4-marta ham agar поддерживать qilib, qoidasi bo'yicha maksimum yengilash kerak-ku, davom etish uchun. Agar maksimum, ya'ni yana o'sha maksimum yengilab berish kerak, maksimum yengilamasdan yarim yo'lda qaytib proboy qilsa, bu juda idealni proboyni ishlashingiz mumkin. Ya'ni o'sha yerdan qaytib
liniyani proboy qilsa va o'sha yerdagi anaqadan retestdan selga prям ishlab beradi. Tushundinglar? Ya'ni bu qoida juda ham buni ham yozib qo'yishlar kerak. Ya'ni buni ham o'rganib bilib olishinglar kerak. Вот keldi поддерживать qilyapti, trendline topdinglar, o'sha trendlinedan chala qaytish qilsa, ya'ni o'sha trendline'ga keldi, поддерживать qildi, proboyni anaqa отбойni ishlayapsizlar, 4-marta kirdinglar, отбойni ishlayapsizlar, tek proyekti maksimumga qo'ydinglar. Вот o'sha yerdan reaksiya olgandan keyin bezubitga olib kutishinglar mumkin va o'sha yerdan maksimumga bormasdan qaytib kelib turib o'sha liniyani proboy qilib qo'ysa, ishlab berish prinsipi juda ham yuqorilashadi. Tushundinglar? O'shanda вот Fibonacci'ni keyingi darsda o'tamiz. Fibonacci'dan foydalanib, Fibonacci urovenidan yoki mana bu boshlangan impulsni 0.5 dan yoki trendline'ga qayta tegish, teskari, tashqaridan qaytib tegishi o'sha sell entry uchun juda ham qulay hisoblanadi. Ya'ni mana bu ham shu narsani, xuddi shu narsani ko'rishingiz mumkin. Вот bu yerda ham kelyapti ikkitali kasaniya, 3-kasaniyada поддерживать qilyapti, yuryapti-da, maksimum olmasdan buzib ketyapti. Buzib ketgandan keyin prям o'shani retestidan, вот qaranglar, Fibonacci tortsanglar ham o'sha yerda retestidan juda chiroyli ishlab bergan. Juda chiroyli va bu yerdagi tashqi strukturadagi liniyadan ham bu yerdan ham поддерживать qilib, maksimumni olmasdan yana qaytib kelyapti-da, buni buzib anaqasidan nima deydi? O'sha Fibonacci o'sha 0.5 impuls 0.5 zonasidan yana selga qarab ketyapti. Ishlash uchun juda ham qulay. Faqat adashib ketmaslik muhim. Adashib ketmaslik muhim va kerak emas liniyalarni chizib tashlash, ya'ni ideal bo'lmagan liniyalarni chizib tashlash umuman kerak emas. Ya'ni qanaqa ideal bo'lmagan liniyalar вот qanaqa chizish mumkin? Unaqa narsani вот ya'ni bir xil o'sha ko'pincha yengil hali umuman ideal bo'lmagan zonalardan chizib tashlab o'shani proboyini kutib o'tirishadi-da. Ya'ni ideal qaytmagan. Bu yerda endi yaqin o'rtada bu narsa shakllanganmi, yo'qmi? Topish o'zi amri mahol. Ya'ni mana bunaqa narsalarga chizib tashlashadi-da. Mana bu, например, juda ham yassi liniya shakllangan. Например, mana bundan mana bunaqa liniyalar chizib kutib o'tirishadi. Mana buni proboyni. Bu proboy bo'ldi deganda ham lojniy harakat bilan chiqib ketganini ko'rdinglar. O'shani oddiygina qilib, например, buni kutib, ya'ni kuchli qaytarishini kutib, ya'ni aniq tiniq qaytarishini kutib, mana bunaqa liniya chizsa bo'ladi-ku. To'g'rimi? Mana bunaqa liniya chizsa bo'ladi-ku. Ya'ni bu yerda ham endi ishlab bergan. Bu yerda ham ya'ni qanchadir muddat ishlab bergan, lekin xuddi shunaqa chizsa yaxshiroq-da. Mana bunaqa liniya chizgandan ko'ra shunaqa liniya chizib ishlasa yaxshiroq. Xo'p, yana qanaqa ko'p xato qilishadi? Va, например, mana bu yerda ham xuddi shuni, ya'ni ikkitali kasaniyani, например, mana bunaqa qilib olsa bo'ladi. Ya'ni ikkitali kasaniyada поддерживать qilmagan, buzib o'tgandan keyin juda ham xuddi mana bunaqa lojniy harakatlarga tushib qolasizlar-da, to'g'rimi? Ya'ni ikkitali kasaniya, 3-kasaniya buzmasdan turib, ya'ni 3-kasaniya bo'lmasdan turib pastga tushgan, pastga tushib buzib ketgan, keyin o'sha yerdan вот bo'ldi sel ketadi, selga entry qilishingiz mumkin-da. Lekin proboyni ishlash uchun hatto 3 tadan ko'p kasaniya bo'lishi kerak. Ikkitali kasaniyani proboyga umuman ishlash kerak emas. Bu ham sizlar uchun qoida. Вот ikkita kasaniyani birlashtirib, 3-kasaniyada buy kirdinglar, stop oldinglar, keyin xuddi o'sha joydan retestib hisoblashinglar umuman kerak emas. Ya'ni ikkita kasaniyadan keyin. Juda ham ko'p lojniy harakat ikkita kasaniyadan keyin buzib o'tilgan liniyalarda hosil bo'ladi-da. Tushundinglarmi? nimani aytmoqchiman sizlarga? Qaranglar. Keldi, ikkitali kasaniya berdi. Ikkita kasaniya berdi-da, ikkita kasaniya berdi, buzdi. Lekin mana buni trend line deb olishingiz juda ham xato. Например, mana bu narsani kasaniya deb olish xato. Ya anaqa proboyni ishlash, ya'ni proboyni ishlash dema. Например, 3-kasaniyada biz buy kirishimiz kerak edi, boyagi strategiya bo'yicha. 3-kasaniyada buy kirishimiz kerak edi. Bu yerdan buy kirib, stop olgandan keyin o'sha hududdan retestiga qaytib chiqib bersa, sell kirish umuman xato. Chunki trend line sog'lom shakllanishi kerak.
trendline sog'lom shakllanish uchun 3 tadan ko'p kasaniya bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda trendline'ga tegishli 3 tadan ko'p bo'lishi kerak. O'shanda 3 tadan ko'p bo'lsa, o'shanda proboyni ishlashingiz yaxshiroq bo'ladi. Отбойni ishlash uchun ikkita kasaniya yetarli. Ikkita kasaniya va 3-chi kasaniyada отбойni yoki 4-chi kasaniyasida отбойni ishlasanglar yaxshi bo'ladi. Tushundinglar? Yana bormi savollar? Yana bormi savollar? Dars bo'yicha, liniyalar bo'yicha, ishlash bo'yicha. Menga savol bor edi-da. Qarang, ana hozir shu chizganingiz gorizontalmi? Trend liniya? Yo'q, vertikalmi? Yo'q, nomini aytyapman. Ikki xili Siz bor nomini ekan. To'g'ri ham chizib qo'yilishi bor ekanda. Shu gumman siz nomini aytyapsiz, oddiy men buni aytyapsiz, to'g'rimi? Вот gorizontalni to'g'rimi? Vertikalningiz mana bunaqa bo'ladi-da. Vertikalingiz ham to'g'ri. Yo'q, qiya bo'lmaydi-da. Vertikalingiz to'g'ri bo'ladi ana. To'g'rimi? Umumiy nom bo'yicha vertikalmanmi, gorizontalmanmi, to'g'rimi? Ha. Bunaqa nomlash, bunaqa gorizontal, vertikal boshinglarni umuman qotirib o'tirishlar umuman kerak emas. Gorizontal, vertikal deb. Xo'p, mana qaranglar. Fraktal uchun ichki struktura uchun, ya'ni global, ya'ni umumiy global, mana bu global, ya'ni katta time frame'da chizgan, topgan liniyalar global, ichki struktura degisi buni fraktal deb olsanglar bo'ldi. Yetadi, boshqa umuman kerak emas. Oshiqcha nimadir terminlar chalkashtirib kerak emas. Bu anaqada xo'p, Forexda texnik analiz uchun anaqalar bor. Iboralar bor. Shu xuddi shunaqa atamalar. Shu atamalarni sizlarga tashlab berishim kerak, o'shani. Shu yengillar bor oramizda, yodlashga qiynalmaslik uchun o'shani tashlab qo'yaman hozir darsdan keyin. O'sha anaqadagi atamalar. Forexdagi terminlar. Ya'ni fraktal, proboy, отбой, nima deydi? Patternlar hammasini tushuntirib aytgan o'sha nimaligi, har bitta gap nimaligini. Chunki hozir sizlarga yengillarga tushunarsiz bo'ladi. Proboyni ishlash nima, отбойni ishlash nima? Proboyni ishlash har doim ya'ni o'sha belgilagan zonalardan ketishi, o'sha zonada, ya'ni mana bu trendline ishlashda отбойni ishlash, ya'ni отбойni degani urib qaytishida, o'sha liniyani urib qaytishi. Mana misol uchun hozir agar mana bu liniya kelib turib, bu yerdan urib qaytsa bo'ldi, отбойni harakat. Вот пробойni buzishi, вот пробойни, вот buzganda mana. Endi ruscha terminlarda пробойни bu liniyani agar kelib turib, urib qaytmasdan buzib qo'ysa bo'ldi. Пробойни ishlaymiz degani, пробойни ishlaymiz degani bo'ldi. Liniyani proboy qilib qo'ydi, ya'ni buzib qo'ydi. Пробойни ishlash o'sha retestdan selga, отбойni ishlash o'shanga tegishi bilan bayga. Tushundinglar? Bunaqa terminlarni yodlab olishingiz kerak. Lekin vertikal, gorizontal buni geometriyada bu terminlarni geometriyada anaqa ishlatganinglar yaxshi. Yo'q, mana bu to'g'ri eniga chizilgan chiziq nima deyiladi shu? Mana buni aytyapsizmi? Bu gorizontal line'da, lekin vertikalingiz xatoda. Buni gorizontal. Ana shu gorizontal deb qo'ysangiz bo'ladi buni. Shu gorizontal liniya desangiz bo'ladi, to'g'ri. Bunisichi qiya chiziqni oti nima? Liniya? Gorizontal ham liniyami? Buni ham liniya deb olsangiz bo'ladi. Daraja deb olsangiz ham bo'ladi. Shuni qaysi biridan mana shamchalar shu kun abetga men savol berdim-ku, shuni shamcha tanasi bilan yopilishi qaysi biridan yopilsin? Gorizontaldanmi yoki o'sha qiya trend liniyadanmi? Qaysidan yopilsa? Yo'q, menimcha Najra qarang, Muhammad aytyapti, geometriyani unutinglar. Ikkita liniya bor deyaptilar. Bo'ldi. H4da bo'lsa boshqa dedilar, H4dan kichkinalarni ichki struktura deb olamiz dedilar. Bo'ldi, boshqa liniyalarni unuting, siz aytayotgan geometriya, u aralashtirmang dedilar. Adashib ketasiz, bo'ldi. Xo'p, qarang, mana qarang, Nazira opa, bu nomini gorizontal deb olgan bo'lsangiz,
bu darajani hali bu bilan ishlashni hali keyingi darsida o'tamiz. Bu SNR darsligimizda bu liniya xuddi mana shu anaqa liniya bilan chizib o'sha yerdan qanaqa yurish kerak, qanaqa harakat qilish kerak buni o'tamiz. Hozir trend linega buni aralashtirmay turing. Bu daraja bu alohida tema. Tushundingizmi? Buni klassikada buni daraja deb oladi-da, liniya deb olmaydi. Tushundingizmi? Daraja deb oladi. Bu o'zi bu xuddi bu darajalar bilan ishlash, muhim darajalar bilan ishlash o'sha SNRda o'tamiz. SNR darsligida bu joningizga ham tegib ketadi bu darajalarni qanaqa belgilab olish kerakligi. Tushundingizmi? Buni shamchani qanaqa yopilishi, qanaqa ochilishi hammasi o'rgatiladi o'sha SNR darsligida. Пока что hozir darsligimizda liniyalar, ya'ni klassik liniyalar bilan anaqa bozorni analiz qilish darsligi bo'lgani uchun o'shani kirgizilmagan programmaga, tushundingizmi? Bu narsa kirgizilmagan. Вот o'zi klassika darsligida ham полный liniyalar bilan darajalar bilan ishlashda вот SNR juda ham osonroq yoritib berganda. O'zi SNR klassikadan olingan. O'shaning uchun klassik treyderlar ko'proq SNR ga tez moslashib ketadi-da. Вот klassik treyderlar o'sha klassikani yaxshi o'rgangan treyderlar o'sha SNR ga yaxshilab moslashib ketgani uchun o'sha ko'pchilik o'sha SNR treyderlari ham o'sha klassika bilan ishlaydi. SNR o'zida ham liniyalar bilan ishlaydi. Uni alohida entrilari bor, liniyalar bilan entry qilishda. Alohida usullari bor-da. Mayli, keyingi darslarda ancha tushunib olamiz. Hozir mana bu narsalar tushunarli bo'ldimi liniyalar bilan ishlashda? Ya'ni buni proboy qilishi, pastda yopilishi. Tushundingizmi? Liniyani proboy qilishi, pastda shamcha, pastda yopilishi. Qanaqa time frame bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin H1 da ko'ryapsizlar, например, H1 da trend line chizyapsizlar, lekin M5 da pastda yopilsa bu hisob emas. Tushundingizmi? H1 o'zi yopilishi kerak. H1 o'zida trend line chizdingiz, H1 o'zi pastda yopilishi kerak. Bu H4 da trend line chizdingiz, H1 pastda yopilib, H4 yopilmasa u hisob emas. H4 yopilishi kerak pastda. Men shu narsaga xato qilganimda H1 dan ko'raman, keyin M5 dan yopilsa bo'ldi deb. Bo'ldi deydi. Lekin H1 da bitta shpilka tashab, uzun shpilka tashab chiqib ketadi tepaga. Tushundingizmi? Endi demoqchi bo'lganim aniq tasdiq olish uchun, qoida bo'yicha aniq tasdiq olish uchun pastda yopilishi kerak. Shamcha pastda yopilsa bo'ldi hisob. Keyingi anaqadan sog'lom harakatdan o'sha joydan, ya'ni buzgan joydan, отбойный qilgan joydan selga harakat qilaverasizlar agar bayga ishlayotgan bo'lsanglar. Agar selga ishlayotgan bo'lsanglar, например, shunaqa, tushundinglar? Trikasani strategiyasini tushundingizmi? 3 talik tegishni. Tushundim. 3 talik tegishda, uch talik tegishda, вот, endi qaranglar. 3 talik tegishni o'rgandinglar, например, maksimumlarda hosil bo'ladiganini. Men sizlarga hozir yana bitta usulni aytaman. Minimumlarda hosil bo'ladiganini. Ya'ni sell trend uchun вот mana sell trend uchun 3 talik tegish maksimumlarni birlashtirgandagi trend lineda 3 talik tegishda ishlashimiz mumkin, to'g'rimi? Mana bu yerdan 3 talik tegishda ishlatishimiz mumkin. Например, mana bu harakatda. Вот. Sell trend uchun. Mana bu harakatda, to'g'rimi? Qoida bo'yicha ibbatda ikkita tegish bo'ldi, 3-tegishdan sellga harakat qilishimiz mumkin. Endi yana bitta shakli bor. Buni yana bitta shakli bor. Sell trendda minimumlardan entry qilish mumkin. Trend line bilan minimumlardan, например, harakat bo'lyapti. Вот. Minimumlarni birlashtirsak, trend line hosil bo'ladi va o'sha trend line ga tegishida bayga harakat qilsak bo'ladi, ya'ni bay uchun. Tushundingizmi? Tushundinglarmi? Ya'ni umumiy bu. Mana bu bay hudud. Endi bay uchun ham xuddi shuni teskarisi. Bu вот, например, sell ikkala holatda ham trend sellda, lekin farqi bor. Farqi bu yerda maksimumlarni birlashtirib entry qiluvdik.
bu yerda minimumlarni birlashtirib entry qilyapmiz. Endi buy uchun bu minimumlarni birlashtirib entry qilishimiz ham mumkin. Mana bu yerga borib qo'ying, mana. Bu minimumlarni birlashtirib entry qilishimiz ham mumkin. Minimumlarni birlashtirib, bu oddiy, hamma menimcha bu narsani hamma boyagi anaqadan o'zidan tushundi. Xo'p, bu yerdan buy uchun harakat qilishimiz ham mumkin. Mana bu yerdan buy uchun harakat qilishimiz mumkin va bu yerdan sell uchun harakat qilishimiz mumkin. Например, maksimumlarni birlashtirsak, buy uchun trend line chizamiz. Ya'ni bu trikasaniya strategiyasini 3 talik tegish va o'sha yerdan sellga harakat qilishimiz mumkin. Ya'ni maksimumlarni tegishidan sellga harakat qilishimiz mumkin. Bu yerdan sellga harakat qilamiz. Va yana bitta fishkasi bor buni. Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni fishka bu yerda qanaqa bo'lishi kerak? Mana bu yerda. Qaranglar. Biz uchun bu yengil emas. Например, ko'pchiligimiz uchun, ya'ni bu narsa bilan bu narsa, mana bu ikkala narsa biz uchun yengil emas, lekin mana bu narsa yengil. Xo'p, mana bu yerdan bu yog'ida mana bu yerdan bu yog'i bu biz uchun yengil emas. Bu yerda ham xuddi 3-kasanadan, bu yerda 3-kasanadan adboyni, bu yerda ham adboyni ishlaymiz. Yengili bizga bu holat. Ya'ni maksimumlarni tegishi bu yerda ham bu yoqda buy trend uchun sellga entry qilyapmiz. Bu yerda ham buy trend sell trend uchun buyga entry qilyapmiz. Teskari entry qilyapmiz-da. Вот ertam sizlar savol berishingiz mumkin. Muhammad, trend sana do'sting degan qoida bor ekan, oltin qoida bor ekan. Bu narsani tushundik. Bu yerda o'sha buy trend bo'lgani uchun adboyni o'sha liniyadan 3-teginishdan buyga harakat qilyapmiz. Bu yerda trend sell bo'lgani uchun вот 3-teginishdan sellga harakat qilyapmiz. Вот nega bu yerda teskari сделка ochyapmiz? Nega bu yerda teskari сделка ochyapmiz? Например, bu yerda trend buy lekin sellga сделка ochyapmiz. Bu yerda ham trend buy lekin sellga trend sell, bu yerda buyga сделка ochyapmiz. Qanaqa sizga trendga qarshi chiqishmi bu deb o'ylashinglar mumkin. Va fishka umumiy trend, ya'ni global trend sell bo'lganda, impuls harakat bo'lganda, вот, например, mana bunaqa harakat bo'lganda bu narsa juda ham qo'l keladi. Например, qaranglar. Вот, trend chiqdi-da, yurdi, bitta impuls bilan oqdi. Bitta impuls bilan oqqanda keyin korreksiyasi ko'rsanglar, misol uchun H1 da yo H4 da impuls bilan oqqandan keyin вот M30, M15 uchun korreksiya, например, mana bunaqa chiqadi, to'g'rimi? Например, shunaqa chiqadi, to'g'rimi? Sniper entry qilish uchun trend sellda, вот, lekin ichki fraktal uchun, ya'ni ichki struktura uchun trend buy ko'rinadi-da, ложный harakat trend buyga ko'rinadi. Endi men maksimum olish mumkin deb o'ylaysizlar. Lekin impuls bitta oqqan, oxirgi minimumlarni hammasini yengilagan, hamma qoida, hamma narsa global trend uchun hamma narsasini anaqasi tushunarli. Вот, keyin mana bu trend line birlashtirganinglarda o'sha yerdan trend linedan bitta sellga oqib beradi. Вот, ko'rsanglar bu yerda sniper entry bo'ladi. Tushundinglarmi? 3-teginishda. Вот, buni fishkasi shunaqa. Ya'ni bundan ham foydalanish uchun. Endi bu yerda sellga entry bo'lyapti-da bu yerda. Tushundinglar? Xuddi mana bu holat. Mana bu holat trend global trend sellda bo'lishi kerak va o'sha yerda maksimumlarni, ikkita maksimum birlashtirilib, 3-maksimumdan sellga harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Buni praktika qilmasdan tushunib olmaysizlar buni mohiyatini. Praktika qilinganda tushunish kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni global trend buyda bo'lishi kerak-da. Bitta buy impuls otgandan keyin sekin shunaqa yurish boshlanadi. Ko'pchilik, ya'ni bu tez ishlashda. Ko'pchiliginglar misol uchun kutishinglar mumkin, maksimumni birlashtirib o'shani proboy qilgandan keyin buy kiraman. Lekin bu yerda sniper urib qo'yasizlar. Сразу sniper
uchinchi entrydan bitta impuls oqish, uchinchi entrydan sniper urib qo'yasizlar. Tushundinglar? Stop lossinglar вот stop lossni faqat bu ikkala usulda stop loss topish birmuncha qiyinroq. Stop loss bu yerda qanaqa bo'ladi? Stop loss agar bu liniyani pastda yorib, switch pastda yopilib qo'ysa, o'sha bay ushlab o'tirish kerak yo'q. Yoki o'sha 40-50 pips anaqa qoidaga muvofiq qilsanglar bo'ladi. Ya'ni 40 pips stop loss bilan harakat qilsanglar bo'ladi. Bunda ham 30-40 pips stop loss bilan harakat qilsanglar bo'ladi. Tushundinglar? Вот, endi ko'ramiz grafikdan. Ya'ni qanaqa bu boyagi entrylar, ya'ni 3-chi mana 3 kasaniya bo'yicha mana bu holatni sizlarga ko'rsatdim hozir grafikdan. Endi mana bu holatni ko'rib chiqamiz grafikdan. Qanaqa, например, qanaqa harakat bo'lishi mumkin, qanaqa qilishimiz mumkin. Xo'p, mana bu holat juda go'zal, juda chiroyli. Mana bu hammasini o'chirib tashlang. Вот. Mana bu holat maksimum yangilangan va mana bu ikkita liniyani birlashtirsam, uchinchi teginishim men uchun bay hudud bo'ladi. Ya'ni sniper urush ehtimoli juda ham yuqori bu yerdan. Ya'ni keldi, o'sha liniyaga tegdi, o'sha liniyadan bay ko'ra olman, bay zelka ocha olman, ozgina lojniy harakatcha bilan yana tepaga qarab ketyapti. Tushundinglar? Xo'p, mana bu holatda ham bu ham juda ham go'zal, ya'ni bu yerda H1 bo'lgani uchun M30 ga o'tsam, bu yana ham chiroyliroq ko'rinadi mana bu holatda. Maksimum yengiladi va minimumlardan trend line tortadigan bo'lsam, minimumdan o'sha ikkita kuchli minimumni olaman, trend line tortaman mana bu yerdan. Ozgina kelmasdan ketgan ekan. Lekin xuddi o'sha holat keldi, o'sha liniyaga bo'yicha keldi, o'sha liniya bo'yicha o'shanga ozgina yetmasdan vot ketdi. Juda ham chiroyli va bu endi buy uchun, endi sell uchun qanaqa bo'ladi? Vot sell uchun mana yoki mana buni olsanglar ham bo'ladi, 3 talik tegish. M15 da bu ko'rinadi, M30 uchun tegib ketyapman, qaranglar. Sell, hamma impuls bo'ldi, sell atkat bilan chiqyapti. Keldi, bitta atkat berdi, keldi, yana bitta atkat berdi, keldi, yana bitta atkat berdi. Va men uchun mana bu ikkita atkat, va 3-chi atkat sell uchun mana bu hudud entry uchun juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Va mana bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Keldi, mana bu yerda ham bitta, ikkita maksimum bor. 3-chi maksimumdan sellga zelka ochishim kerak. Vot. Keldi mana bitta atkat, keldi ikkita atkat, 3-chi atkatda qanchadir anaqa hududda yurib bergan, mana bu ham yurib bergan. Endi oxirgi minimumni yengilasa juda ham go'zal bo'ladi. Bu yerda oxirgi minimumni yengilagan juda ham go'zal oqqan. Bu yerda oxirgi minimumni yengilamagani uchun keyin uchib ketgan. Vot. Bu menimcha sizlarga tushunarli. Endi qaranglar, mana bu teginish bilan mana bu teginish birlashtirsa ham juda ham chiroyli entry qilsa bo'ladi. Mana bu yerdan, mana buni bir bilan belgilanmay qoldi. Mana buni birlashtirsa ham juda ham chiroyli mana. Kelyapti o'sha liniyaga yaqinlashyapti va juda go'zal. Juda go'zal ishlab beryapti. Xo'p, tushundinglar nima qanaqaligini, qanaqa entry qilish mumkin? Ikkala usulda ham, sizlarga yengillik bo'lgan usulda ham. Вот, например, mana bu yerda ham impuls bilan oqqandan keyin men uchun juda ham go'zal entry qilishim mumkin bo'lgan joy, вот, mana bu maksimum va o'sha maksimumni birlashtirsam, va agar mana bu narx o'sha joyga chiqib berganda, o'sha joydan sellga entry qarasam, hamma qoidasi bo'yicha o'sha yerga tegib qaytish kerak. Lekin bu yerda endi tegib qaytmagan, bormaganda, o'sha limitga bormagan. Yoki mana bunaqa tortib qo'ysanglar bo'ladi buni. Mana bu ikkalasini olsanglar ham yoki mamtga yoki mana bunaqa tortsanglar, o'sha liniyaga tegib qaytishi nima bo'lganda ham sell uchun biz uchun yaxshi entry bo'lar edi. Вот sizlarga aytganmanmi? Короче, вот aytganman-da, klassika ishlamaydi. Вот, например, вот 10 xil entry usuli bor. Oddiy liniyadan har qanaqa usulda aylantirib
entry usulini qilsa bo'ladi trendline o'zidan, sniper ursa bo'ladi trendline o'zidan. Ko'rdinglar? Вот ko'rib oldinglar, oddiy trikasani strategiyasida necha xil usulni entry usulini вот ko'rsatib berdim, necha xil entry usuli bo'lishi mumkinligini. Savolinglar bormi? Bormi savolinglar? Manimcha savolinglar yo'q, a? Xo'p, savolinglar bo'lmasa, sizlarga topshiriq вот globalniy вот har bitta shu grafikdan ochib globalniy liniya chizib, menga bu H4 da globalniy liniya, H1 da bu fraktalniy liniya deb bir-biridan ajratib 4 ta skrinshot tashlab berishinglar kerak. 4 ta skrinshot tashlab berishinglar kerak va trikasaniya strategiyasi bo'yicha ertaga keyingi darsgacha, ertaga emas, keyingi darsgacha вот keyingi dars o'zi dushanba bo'ladimi? Вот keyingi вот mayli entryni keyingi hafta qilamiz, entry atributkasini. Вот fraktal bilan globalni bir-biridan ajratib, ya'ni globalniy liniyani chizib va короче mana qaranglar. Xo'p, topshiriq hozirlarga anaqadan yozib qo'ying, gruppadan yozib qo'ying, chunki hozir ko'payapti-da, chunki trendline o'tdik, biz fraktalniy struktura, globalniy struktura o'tdik, вот trikasaniya strategiyasini o'tdik qoidasi bo'yicha. Endi trikasaniya strategiyasini entrysini keyingi hafta ko'ramiz. Lekin fraktal global bir-biridan ajratishinglar, trendline to'g'ri chizishinglar men uchun muhimda. Bu narsani sizlar atributka qilishinglar kerak. O'rganish uchun sizlar atributka qilib vazifa bajarishinglar kerak. Xo'p, o'shaning uchun hozir gruppaga yozib qo'yaman topshiriqni va topshiriqlarni yuklayotganda meni lichkamga emas, o'sha kanalga tashab qo'ygan topshiriq deb yozib qo'ygan joyimni tagiga tashab qo'yishinglar kerak. O'sha kommentariyaga tashab qo'ysanglar men topishda adashmayman. Bu gruppaga tashamanglar, gruppaga yozsa tepaga chiqib ketib qoladi, uni topib olish qiyin bo'ladi. Xo'p, o'shaning uchun o'sha kommentariyani tagiga yozib qo'ysanglar, o'sha yerda turadi. Tushunarli hammaga? Ha. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammanglar yaxshi dam olinglar. Shanba, yakshanbani o'sha dam olish, o'z dam olish ko'payib ketdi. Dushanbadan xudo xolasa bosh aniq qilamiz va live thread qilamiz. Men sizlarga vazifa bergan edim, har biringizda sandwich shot bo'lsin. Menimcha hammanglarda bor sandwich shot va o'sha sandwich shotni test qilamiz biz, demo shot emas, test sandwich shotda va praktika qilamiz strategiyalarni qanaqa ishlash uchun, qanaqa ishlash kerak, qanaqa ishlashimiz kerak. O'sha bo'yicha keyingi hafta xudo xolasa vaziyat bo'lishi bilan live thread yoqib, live thread ishlaymiz. Ya'ni praktika qilamiz. Har bitta strategiyani live threadda praktika qilamiz va yana ham ikir-chikir mayda-chuyda yana o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, o'sha strategiya, ya'ni bozorda ishlash, praktika qilish davomida anaqa tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni o'rganib ham ketamiz bu narsani. Praktika qilib ko'rmaguncha odamda hozir to'g'ri bu savol tug'ilmasligi mumkin. Praktika qilgandan keyin savol tug'iladi-da. Вот agar stop bo'lsanglar, вот например, bu yerda qanaqa xato qildim, stop oldim men. Savol paydo bo'lishi mumkin. Вот savolinglar bo'lsa, yana savolinglar bo'lsa yoki men bu anaqani efirni ko'rgan, anaqani zapis ko'rgandan keyin qanaqadir savolinglar tug'ilib qolsa, bemalol o'sha darslikni tagiga kommentga yozsanglar, men ko'rib chiqaman va o'sha yerda javob beraman. Tushunarli? Hammanglarga rahmat. Charchamanglar.
Dars hammamizga manfaatli bo'lsin. Keyin menga bittalari mana bu RoboForex'ga ochilgan stilkaga taypi qo'yishni o'rgatinglar. Men qo'lga yopman shuni. Esimdan chiqib ketibdi. Bir marta ko'rsatib beruvdilar, o'sha esimdan chiqibdi. Xo'p. E'tiborishadi shu yerda bolalar, o'rgatib borishadi. Rahmat.